Mustafa Kemal Poshoni kimdirlar yomon ko'radi, kimdirlar esa yaxshi ko'radi. Biz esa bugun aqlli siyosatdan bitta o'rnak keltirib berishga harakat qilamiz. 1938-yilda Hatay shahri muammosi bo'layotganida Mustafa Kemal Poshsho ma'naviy qizi bo'lgan Sabiha Gökçenni yoniga chaqirib, qurolli formangni kiy, to'pponchangni ol va Karpich oshxonasiga kel. Fransuz buyuk elchisi o'sha yerda bo'ladi. So'z navbati senga kelganida aytganlarimni gapirib, havoga to'pponchang bilan otasan deydi. Va Mustafa Kemal Poshshoni aytganini qilib, minbarga chiqadi va shu so'zlarni aytadi. Turk yoshlari nomidan shuni aytamizki, Fransiyani o'yiniga kelib, Hatay tuproqlarini begonalar qo'lda qoldirmaymiz. Biz yoshlar kerak bo'lsa, bu ishni qurollarimiz bilan ham hal qila olamiz. Hatay bizni jonimiz, fido bo'lsin qonimiz deya qo'ldagi to'pponchasi bilan 3 marotaba otadi. Tashqaridan posbonlar kirganida qarasaki Sabiha Gökçenni ko'rishadi. Mustafa Kemal esa shunday deydi: "Nimaga qarab turibsiz? Qonunan vazifangizni bajaring" deydi. Sabiha Gökçenni nazoratga olishadi. Ha do'stlar, buni siyosat deydilar. Har ko'rganingizga ishonish esa o'yinga qurbon bo'ldingiz degani. Siz uchun maxsus qaynoq xabarlar bilan Demokrat.uz kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.